Samarqand shahrida mast holatda ko'chada baqir-chaqir qilib, odamlar tinchligini buzgan erkak 15 sutkaga qamaldi. Bu haqida viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 19-aprel kuni 34 yoshli fuqaro Samarqand shahrida jamiyatda yurish-turish qoidalariga rioya qilmagan holda mast holatda hech bir sababsiz baqir-chaqir qilib, har xil nojo'ya so'zlarni aytgan hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi harakatlar sodir etgan. Aniqlanishicha, ushbu fuqaro ijtimoiy tarmoqlarda ham bir necha bor maxsus laqab bilan turli nojo'ya gaplarni tarqatgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tuman sudi tomonidan mazkur fuqaro ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, unga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.